Ya men bag'o seni boshquramdimki, gap o'tkazarlamdimki deb muhabbatlashyotiman sen bilan. Ma ikkimizning orasida mayli hozir keyin to'y qilsak, mening deganim gap, deganim hisob. Tushundingmi? Ma'qul. Ma'qul deb fiyan qilib qo'yma odamni. Ma'qul. Gap olmayman buningga. Nima xaplab qolding? Qaqlatuniga soymoqan debdi-ki, cho'ngma. Bir nima xapolmadim men ish qilib oydinlashtirayotgan yaxshi buni eshitganni. Kimning gapi gap bir uy deganda o'g'il bola degan har kishining hurmati yo'q qo'ydi, muhabbat bo'lmaydi. Men sana deb qo'yay. Har kishining Xalqlarga ko'rsatib qo'ydi sen hozir. Ma'qul sening deganing rost. xalqlarga o'zim ko'rsatishning hojati yo'q qara. Ilyos haqiqiy akak uyda. Haqiqiy er. Kulma. Cuma deb qo'yay. Herkes undaq qilsa, unda o'tkazatamdimki, kun o'tkazamdimki deb o'ylab qolma. Nima? Voy, nimga qilmasa baqiraversin. Canım, bu tushuntirə? Qilmasam baqiraverdi. Avu, üzərimdə qana bo'ldi-ki deb nim qilgan qo'zam. Qanday bo'ldi-ki? Sen unda yo'lbosdak. Payz bo'ldimi? Payz bo'lmaydi. His qilib oldingmi? His qilib Oldimi? Ya, unda yaxshi. Tugdimi? Men keldimi endi? Ya, yaxshi emas. Ikkimiz bir-birini aklab, deydi. Ha? Baqira yana bir yo'lbosdak bo'lib ketayotding-ku. Yo, aklab o'timiz. Ma'qulmi? Tugdimi seni? Men keldi endi. Tushaman şimdi. Jam. Konşoron sizlab bermamsa? Men diliqi bu hurmat. Bu degan hurmat, ana qo'qish emas. To'g'ri. Haqiqiy er xotinni hurmatlaydi, qo'qmaydi. To'g'ri. Menimcha. Biz deganda emas. Shunga ko'pchilik hergiz sizlar Xato tushunmanglar. Maqsadni so'ymaqon demanglar. Hurmat. Bildinglarmi? Qo'zami? Ha, bu degan meni hurmatlaydi, bu degan yaxshi bola. Ha? Rahmat, sizlar.